Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish jarayonlari izchil davom etmoqda. Buning uchun nafaqat ilmiy markazlar, balki tibbiyot birlashmalari, ularning quyi bo'g'inlari zamonaviy texnikalar bilan ta'minlanyapti. Fikrimizga misol, Romitan tumanida ham yangi tizim joriy qilindi. Ushbu loyihaning qulayliklari xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Romitan tuman tibbiyot birlashmasida raqamli sog'liqni saqlash markazi filiali ish boshladi. Yangi markaz orqali tumandagi tibbiyot muassasalari, oilaviy poliklinikalar va shifokorlik punktlari faoliyati raqamli platforma orqali monitoringga olib borilib, tezkor boshqaruv qarorlari qabul qilinadi. Bu bilan endilikda aholi shifokor qabuliga onlayn yozilishi, tahlil natijalarini masofadan ko'rish va masofaviy tibbiy maslahat olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz Romitan tuman tibbiyot birlashmasida IT operator lavozimida ishlab kelamiz. Bu IT operator lavozimida 17 kishidan iborat IT hamshirasi ishlab keladi. Bu yerda situatsiya markazimizda esa 6 kishidan iborat xodimlarimiz ishlaydi. Bizning asosiy vazifamiz Demet tizimini xodimlarda ishlashdagi qanaqadir noqulayliklar kuzatilsa, bizlarga xabar berishadi va bizlarni bartaraf etamiz. Yoki bo'lmasa, yangi qabul qilinayotgan ishchi xodimlarga mana shu Demet tizimini yaxshilab mukammal o'rgatish, lokal tarmoqda yoki bo'lmasa qanaqadir kompyuter tarmoqlarida nosozliklar bo'lsa, bularni ham bartaraf etishimiz vazifamiz bo'lib hisoblanadi. 155 mingdan ortiq aholiga xizmat ko'rsatuvchi Romitan tumanida tibbiyotni raqamlashtirish izchil davom etmoqda. Birgina 2025-yilda sohani rivojlantirish uchun 1 million 50 milliard so'mlik zamonaviy kompyuter texnikasi tibbiyot muassasalariga yetkazib berildi. Muhimi, bu tajribani hozirda viloyatda amaliyotda keng tatbiq qilish va tibbiyotni xalqqa yanada yaqinlashtirish rejalashtirilgan. Mazkur maskan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi raqamli sog'liqni saqlash markazi bilan integratsiya qilingan bo'lib, tibbiyot muassasalarini yagona tizim orqali samarali boshqarish imkonini beradi. Muhimi, navbatga yozilgan aholi, qolaversa shifoxonada davolanishda bo'lgan bemorlarning yaqinlari uchun birlashma hududida kutish zali ham ochildi. Bu joy ham to'liq raqamlashtirilgan holda faoliyat yuritadi. Muxtasar aytganda, bu loyihalar sog'liqni saqlash tizimida tezkorlik, shaffoflik va aholiga sifatli xizmatni ta'minlashga qaratilgan yangi tashabbus deyish mumkin.